Nikoh ishonch ustiga quriladi. Men shunday deb o'ylaganman. Er-xotin bir-biriga sir saqlamasa, aldasa yoki yashirsa, ularning o'rtasidagi muhabbat puch bo'ladi. Lekin men bu haqiqatni juda kech tushundim. Mening erim mendan farzandi borligini yashirdi. Men bilganimda esa hayotim butkul o'zgardi. Muhabbatga ishonib turmushga chiqqan edim. Men oilamizda tongich qiz edim. Otam menga har doim ayolning eng katta baxti oila va bola deb aytardi. Onam esa yaxshi er topib tinch yashasang bo'ldi derdi. Shuning uchun men ham o'zimga munosib turmush o'rtog'ini uchratib, baxtli yashashni orzu qilgan edim. Uni bir dugonamning to'yida uchratdim. U shunchalar muloyim, aqlli va hurmatli inson edi. Men uni ko'rganimda yuragimda qandaydir iliqlik paydo bo'ldi. U mendan ancha katta edi, 32 yosh, men esa o'shanda endigina 24 yoshda edim. U menga ehtiyotkorlik bilan yaqinlasha boshladi. Har bir so'zi o'ylangan, harakatlari esa jiddiy edi. Men o'zimni himoyalangandek his qilardim. Bu menga yoqardi. Meni uydagilar bilan tanishtirasizmi? deb so'raganman bir kuni. U jilmayib, albatta, lekin avval sening oilangdan ruxsat olaylik dedi. U andishali edi. O'zbek urf-odatlarini hurmat qilardi. Shu sabab ham oilam uni tezda yoqtirib qoldi. Nikoh haqida gaplar boshlandi, u esa uzoq kutmaslikni taklif qildi. Biz bir-birimizga mosmiz, nega kutishimiz kerak? dedi u. Men ham rozi bo'ldim. Chunki u mening hayotimdagi eng yaxshi qarorimdek tuyulardi. To'y va yangi hayot boshlanishi. To'yimiz dabdabali o'tmadi. Katta marosim o'rniga kichikkina oilaviy yig'in qildik. O'zbek odatlariga ko'ra, kelin to'y kuni kuyovning uyiga kirib kelganida o'choqqa o't yoqishi, dasturxonga qo'l tekkizish kerak. Bu mana kelin uyga baraka olib keldi degan ma'noni anglatadi. Men ham shu odatlarni bajardim. Qaynona-qaynotam meni yaxshi kutib olishdi. Eram esa har kuni menga mehmondek muomala qilardi. U meni har qanday og'ir ishdan asrardi, uy ishlariga aralashmaslikka ham ruxsat berardi. Sen shoshilma, men seni asrayman, derdi u. Ba'zan men unga, seni oldin nega uylanmagansan? deb hazillashardim. U har safar bu savolimga qandaydir noqulaylik bilan javob berardi. O'tmishim haqida gapirishni yoqtirmayman, lekin o'zimni oila uchun yetarlicha tayyor deb bilmagandim, derdi. Men unga ishonardim. Lekin haqiqatni mendan yashirganini o'shanda bilmagan edim. Sir ochilishi. To'yimizdan keyin 3 oy o'tgach, hayotim butunlay o'zgarib ketdi. Bir kuni u vannaxonada edi. Telefonini stolga qo'yib ketgan edi. Xabar keldi. Ekranga qaradim va yuragim shuv etdi. Dadajon, nega endi menga yozmaysiz? Nega meni unutdingiz? Mening qo'llarim titray boshladi. Dadajon. Men hech narsani tushunmay telefonni oldim va xabar yozilgan raqamga kirdim. Chatda avvalgi yozishmalar bor edi. Dadam, men sizni sog'indim. Maktabda a'lo baho oldim. Siz bilan yana ko'rishsam bo'ladimi? Men qotib qoldim. Bu kim? Eram vannaxonadan chiqqanida men uning oldiga bordim va qo'lidagi sochiqni tortib olib, yuziga telefon ekranini ko'rsatdim. Bu kim? dedim qaltiragan ovozda. Uning yuzi oqarib ketdi. Ko'zlarida qo'rquv paydo bo'ldi. Men buni senga aytmoqchi edim, lekin nima? Necha oydan beri men bilan yashab, mendan yashirdingmi? U chuqur nafas oldi va stulga o'tirdi. Ha, bu mening qizim. Nima? Mening oyog'im ostidan yer qo'zg'algandek bo'ldi. Men ilgari uylanganman. Bu qizim oldingi nikohimdan. Lekin u meni dada deb chaqirsa ham men u bilan ko'p muloqot qila olmayman. Sen mendan shuni yashirding. Baqirib yubordim. Ishonchim butkul yo'qoldi. Men hech qachon xiyonatni kechirolmas edim. Lekin bu xiyonatning boshqa turi edi. Sen nega mendan bu haqiqatni yashirding? Men o'zingni yolg'iz deb bilgan edim. Dedim yig'lab. U boshini egib,
Men seni yo'qotishdan qo'rqdim. Agar oldin bilganingda meni rad etarding, dedi. Men uning gaplariga ishonmadim. Sen meni bilmasdan turib qaror qilishga majbur qilding. Agar to'ydan oldin bilganimda, balki men seni baribir sevib, bu holatga rozi bo'lardim. Lekin endi bilmayman. U hech narsa demadi. O'sha kun yuragimda sevgi yo'qolgandek bo'ldi. Men unga ishonardim, lekin u menga ishonmadi. Oramiz sovuqlashdi. Men u bilan yashab bo'lmasligini tushunib yetdim. O'zimni aldangan his qilardim. Onamga borib hammasini aytdim. U dastlab hayron bo'ldi, keyin esa: "Qizim, sen bu hayotda baxtli bo'lishing kerak. Agar ishonch yo'q bo'lsa, u bilan yashashning nima keragi bor?" dedi. Men ajrashish qaroriga keldim. Nikohimiz atigi 4 oy davom etdi. U meni to'xtatmoqchi bo'ldi, lekin men bir narsani aniq tushunib yetdim: sevgi ishonchsiz yashay olmaydi. U mendan sir saqlagan edi. Men esa o'zimni faqatgina yangi oila qurish uchun tanlangan ayol kabi his qilardim. Bu esa muhabbat emasdi. Bu shunchaki yolg'on edi.